Assalomu alaykum agrotexnika o'z kanalimiz kuzatuvchilar. Sizlarga bugun shtangeli purkagichlarni narxlari va buni ishlashi, remont qilishlarini sizlarga aytib beramiz. Bu 600 litrli Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan, hech qanaqangi bu yerda O'zbekistonda mahsuloti yo'q. Hamma narsasini Turkiyadan o'zi olib kelib qo'yilgan. Turkiyadan shunday komplekt keladi mana. Streshlab qo'yilgan. Endi buni mana nasoslar 3 porsiyonli bo'ladi. Moyi 20 ga 30 moy qo'yiladi bunga. Moylarni o'zi maksimalniy, minimalniy yozib qo'ygan. Endi buni remont qilishda ko'pchilik aytadi, nima sepishi pasayib qoldi, davleniya susayib qoldi deganda, shunda mana shu narsalar ichlarida mana bitta prujinalar bo'ladi. Prujinalar cho'zilib qoladi. Ishlavergandan keyin bitta prujinalar bo'ladi buning ichida. Shu prujinalar yumshoq bo'lib qoladi. Shuni almashtirish kerak. Keyin bitta membrana bor. Katta salni bo'ladi, qop-qop o'xshagan salni bo'ladi. O'sha salni yirtilib ketsa ham, buning ichiga suv o'tkazib yuboradi. Buni ustiga olib bormasdan o'zlaring ham remont qilsalaring ham bo'laveradi. Buni ichi juda bunaqa sложный narsa yo'q. Murakkab narsa yo'q ichida. Shular almashtiriladi. Salni yetilib qo'ygan salnilarni qo'yib, korpuslarga mo'g'ullar teshib qo'ygan bo'lsa, korpuslar yorilib qolishi mumkin. Shularni almashtirib bozorda sotadi bu zapchastlarimiz. Shuni qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bu Dongfeng 404 lar, keyin 46 kuchlik, Lowell shunaqa traktorlar ham bemalol ishlataveradi. Hozirgi kunda buni shtangelilarning narxi 16 million so'mdan bo'lyapti. Buni 3dagi mana 3dagilar latonli bo'ladi, zanglamaydigan metalldan qilingan. Hurmatli obunachilar, nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Shtangeli va barcha qishloq xo'jalik uchun kerakli narsalar mavjud bizda. Aloqaga chiqaverasizlar.